Dadasi men gapga ketdim, o'rtoqlarim kutib qoldi. Yo, darsingchi? Voy bir marta paddeshka qilib turib, 30 o'tib turing, tavba qilsa. Yo, men matematika o'qituvchisiman-ku. Ustoz. Yo. Hech qanaqa savol mumkin emas, jim. Bugun takrorlash. Xo'p, ustoz mo'g'ullarga keluvdik. Chingizxon bilan kim urushgandi? Ha, Chingiz bilan Nigin urushgan TikTokda yomon katta battle bo'lgan. M-I-R. Yes. Good afternoon, teacher. Good night. Very good. Senlar bu odamlarning qidirib yuribman. Dars paytida nima qilyapsizlar? Hamma yonni supurib. Ustoz, subotnik qilayotgandik. Nima? Subotning qaysi tovuqni yeb, beparasa tupoy sanlarni subotning olib chiqdi. Ko'rsatlaring menga. Supurish yo'li bilan qutulmoqchimisanlar? Devorni ham o'qilalaring. Boroqay opchi. Dadasi obedga chiqasizmi? Ya sizlar bemalolman, uyda olib kelganman. Ha. Sizga ovqat kim qilib berdi, men eshitdaman-ku. M-I-R. Ovqat qilayotgan. Abdumanov, men tarix o'qituvchisi, sizga kim bo'ladi? Namchasiga yopishib olgan. Bu Bilaman, tanimaysiz. Yomon basharasi sovuqda. O'zidan kimga yasab olgan? Tavba qildim. Nima demoqchi edingiz? xotinim demoqchi edim. Yur. Dadasi, payshanba kuni ochiq darsimiz bor, esingizda, malakangizni oshirdingizmi? Ya, men payshanba kuni boshqa joyda ochiq darsim bor. Kim bilan? M-I-R. Masam bo'lmayapti. Yurtez. Keling. Ey, qo'lingizni oling, nomahramku. O'zing o'tkazib bo'lmasa? Voy, nafas yetishmayapti. Voy! Sun'iy nafas berish kerak. Qanaqa o'zimga keldim? Sun'iy nafas berdik. Men ana qilib berdim. Yo'g'i? Yonboshdan ukol qilish kerak edi. Ha, o'zim qilaman. Siz prostoraga kirib turing. Voy, shashlimi? Qozon kabob, norin. Uydagilar olib kelishuvdi-da. Voy, sizga umuman mumkin emas. Doktor katta yegin degandiyu. Yo'q, men bularni pamoga tashlab yuboraman. Voy, adasi, kechki ovqatimiz. Sardor Navonovich, bugun uyda zaril ishlarim bor edi, shunga sal vaqtliroq ketsam maylimi? Qaq ketasiz, kasallarga kim qaraydi? Hech kimga javob yo'q. Adasi, men ketvaman, o'z bilasiz-ku. Mana ruxsat berdingiz-ku. U bolalarni bog'chadan olish kerak. U skoriyda ishlaydi-yu, borish kerak-da. Tezroq borgan. Yaxshi, bemorga kerakli dorilarni o'zingiz yozib berasiz. Xo'p bo'ladi, dadasi. Yo'q, Sardor Namonovich. Uzr doktor, bu yozganlari dorixonada yo'q ekan. Nima omoni? Kalbasami? Voy, uzr, adasi, adashib uydagi bozorli spiskasini berib yuboribman. Tak, operatsiyani boshlaymiz. Menga qarang, adasi, qachon biz parkka boramiz? Biz ishdamiz. Bunaqa gaplarni uyda gaplashamiz. Bahonasi ham tayyor. Uyga ham kelib oldik. Aytgancha Boboyevani palataga oldinglarmi? Adasi, biz uydamiz. Bunaqa gaplarni ishxonada gaplashamiz. Bemor kapinistasining 2 soatdan beri qolib ketgan qaysi tup o'yiladi buni? Adasi chaqirdingizmi? Tushunarli. Uydagi dazmoldan bo'pti-da. Choy ozgina achchiqroq damlabsan-da. Adasi, mamtiga analiz qani? Adasi, menga vizit kerak. Usi? Seryozni? O'zing bilasan, shunda chap qo'lga qayrilganda ikkinchi xonada. Yo'q, emas. Qo'lga taqadigan uzi. Qachon berasiz? Qachon? Mana, dorilar. Yo'lni to'g'risiga o'tasiz. O'tdagi katta apteka bor, o'sha tonasi hop, yana pastagini olib o'tirmang. Voy, uzoq-u. Ham dorilar rosa qimmat. Voy, dorilar yaxshi desang-ham, o'shanga qimmat. Yana xolayni aptekasiga jo'natding-a? Pastda meni sening bechara bekorga umid bilan dorixona ochib qo'yibdim. Uni ham yelkasiga shamol teksin. Baribir kelinsan-da. Haligi o'sha xona shumi? Xo'p. Wow, takoy narsa ekan. Nima? Ha, bizda o'zicha erkak kishi bo'laveradimi? Ha, nima qilibdi? Qaytanga yaxshi-ku. Nima? Ha, o'pdi bordi. Chiqib tursizlar, uyalama. Yo'q, xo'p. Siz qayoqqa? Bular. Nima? Sardor Namonovich uyda gaplashamiz. O'g'lim, bu yoqqa kelgin. Anuni qara. Men senga aytgandim, xotining o'g'ri tomog'i.
Ha, urushda och qolib ketgan odam rolini o'ynashim kerak edi. Shunga repetitsiya qilyotgandim. Keling, choy damlab bering. Xo'p, bo'ladi oyijon. Unda ondan kichkinagina rolim bor edi. Repetitsiya qilib olasiz bilan. Xo'p, mayli. Ha, menga qarang. Bo'yi malikasi manman, tushundingizmi? Siz oddiygina bir qulsiz. Agar burnimni siz pichon tiqolaman, tushundingizmi? O sen va shulzingdan ketibsan, nima qilyapsan? Yo'q, adasi oyijon bilan rol o'ynayapman, repetitsiya. Oyim bilan shunaqa rol o'ynaysanmi? Qatkoyi? Choyni o'zim damlab kelay. Kim u? O'rtoq, sen mashhur aktyor bo'lib ketganingdan keyin men ko'rgani kelasan deb hayotda o'ylamadim. Sanovning emas. Xotining chaqirib yubor. Tushunmadim. Hali eshitmadingmi? Xotining bilan birga Yevropaga ketyapmiz-ku. Hozir men Yo'q, meni noto'g'ri tushunasan. Xotining bilan birga ishlaymiz-ku, gastrol ketyapmiz. Hoy dada, harqatim. Nimaga qo'rqasizlar? Rolga tayyorlanyapman. Alhazardan o'taman kastingdan. Bilaman. Siz xohlaganday ayol bo'la olmayapman. Sizni jahlingizga chiqaryapman. Iltimos, meni kechiring. Ya, mayli, xijolat bo'lma. Ishonarli chiqdimi? Voy, demak roli tayyor. Ye? Aktrisa, mani yorim aktrisa. Bo'ldi, olib ketavering mashinani. Nimaga? Xotiningiz kontent olaman deb arendaga olib turadi. Meniki bu. Qani ol bola. Reklamaga olganman buni, istoriyaga qo'yib oling, keyin yeysizlar. O'rtoqjonlar, jonkalar, hozir qaynona somsani qaynoqana somsalardan yedik. Rosa zo'r ekan, sizlarga tavsiya qilaman. Rosa zo'r ekan. Maza qilib tomosha qildik. Men gapiraman. Men qornim og'irdi, hozir kelaman. Oyjon, siz bilan o'tiring dolaylik. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Keling, qanaqa trend u? Mana men boshlab beraman oyijon. Aslida sizni stress issiqqina deyman-ku, lekin ilonga o'xshataman. Ha? Muhokama qilmaymiz. Boshlang. Men ham sizni boshida yoqtirmaganman, o'g'lim yaxshi ko'rgani uchun olib berganman. Voy. Muhokama qilmaymiz. Oyijon, siz rosa yaxshi ko'raman deyman-ku, aslida ko'rorga umuman ko'zim yo'q. Nima? Muhokama qilmaymiz. Endi muhokama qilamiz. Bu yaqinda oyimni tug'ilgan kunlarini nima sovg'a qilsam bo'lar ekan-a? Voy, nima siqilasiz? O'zi bittagina oyingiz bo'lsa. Sizda nechta? Ikkitami? Ikkitami? Bo'ldi, jonga tegding. Xayolingda shu faqat bitta Instagram. Dadasi gapingiz to'g'ri. Telegram kanalim bilan YouTube'imni ham yurgizdirishim kerak-a? Sevgingni menga ayt. Dadasi yomon aktivist pasayib ketibdi. Nima degani u? Aktivingizni kuchaytirish kerak. Qanaqa qilib? Aktiv kuchli blogerlar bilan kollaboratsiya qilishingiz kerak. Qo'lim og'rib ketdi, keyin almashamiz, xo'p? Ikkalanglar bekor o'tirmasdan menga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'ptimi? Tavba, oldinlari darakchiga obuna bo'linglar deyishardi. Aktiv bo'linglar, podpischiklar. Bir kundan keyin start. Oyjon, gift konkursimgacha uyimizni qo'yib yubordim. Ha, ehtiyot bo'ling, yana eri sizni qo'yib yubormasin. Ke o'rtoq? Men qara, xotining qachon nima qilib beradi? Nima qilib beradi? Pulini oldi-yu, tezroq anaqa qilib bersin. Tushunmadim. Do'konimni reklama qilib beraman deganda o'shani aytganman. Oyjon, uy ishlari bir o'zimda yaxshi ketmayapti-da. Haligi совместный соавторский bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Maylimi? Qanaqa u kelin?